markada ko'rib turganinglardek Hindistondan zakaz qilganimga ancha bo'ldi, lekin hech video olishga vaqtim bo'lmayotgandi. Lekin bunda sborniy chayda foydalanyapman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qon bosimini tushirishda eng kuchli samara berayotgan narsa shu. Ham davleniyani tushirib beradi, stress holatdan chiqaradi, odamni tinchlantiradi, uyquni yaxshilaydi. Kaliy, magniy, vitamin B, juda ham temir moddasiga o'ta boy. Buni bilganlar biladi karkade choyini, lekin buni o'ta ko'p ham ichib olish to'g'ri kelmaydi. Ayniqsa davleniyasi pastlarga umuman to'g'ri kelmaydi. Faqatgina yuqori vazndagi 100 kilo, 90 kilo, 120 kiloda davleniyasi ham shunaqa 140, 150, 160, 170 o'shalarga juda zo'r bu. Davleniyangizni ham tushirib beradi, ham sizni ozdiradi. Shlaklaringizni ham organizmni очищение qilishga ham juda ham yaxshi. O'zim ichyapman, effektini ko'ryapman. Endi men har kun ichmayman, chunki men davleniyam normada yuradi, davleniyam tushirib yormasin deb zanjabil bilan birga qo'shib ichyapman buni.